Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya institutida neft gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi fakultetida 22-22 guruh talabasiman. Meni bugungi mavzuim neft moylarini gidro tozalash qurilmasi. Bunda esa bizda xomashyo 22-nasos yordamida so'rib olinib, 20-issiqlik almashtirgichdan o'tib, 3-issiqlik almashtirgichga o'tishdan oldin vodorod sulfid bilan aralashtiriladi. Keyin esa quvurli pechga jo'natiladi. Quvurli pechdan ikkinchi reaktor kondensat bilan to'ldirilgan ikkinchi reaktorga o'tadi. Ikkinchi reaktor pastidan esa 3-issiqlik almashtirgichga o'tib, bundan 9-chi ya'ni yuqori bosimli separatorga kelib tushadi. 9-chi yuqori bosimli separatorga kelib tushadi. Bu separator pastidan esa 8-chi droselli klapandan o'tib, 11-chi bug'latuvchi kolonnaga kelib tushadi. Bunda esa suv yordamida bug'latiladi va 11-chi kolonna tepasidan tozalangan moy 16-chi suvli kondensat yordamida sovitilib, 3 fazali separator 18 ga kelib tushadi. 18-chi separatorda esa uglevodorod gazlari tepadan chiqib ketadi. Pastdan esa 19-chi nasos yordamida kondensat pastdan chiqarib yuboriladi. Keyin esa 11-chi bug'latuvchi kolonnaning pastidan esa tozalangan moy 15-chi vakuumli quritgichga kelib tushadi. Vakuumli quritgich pastidan esa 17-chi nasos yordamida so'rib olinib, 20-chi issiqlik almashtirgichga kelib tushadi. 20-chi issiqlik almashtirgichga kelib tushib, undan 21-chi suvli sovutgichda sovitiladi va 23-chi filtrdan o'tib, 24-chi suvli sovutgichda sovitilib, gidro tozalangan mahsulot olinadi. Keyin esa 14-chi separatorda 14-chi yuqori bosimli separatordan oz miqdorda qolgan kondensat va metanol aminni vodorod sulfid yordamida tozalab olamiz. Bundan esa vodorod sulfid tepadan chiqib ketadi, pastdan esa oz miqdordagi gaz chiqib ketadi va 12-chi yig'gichga kelib tushadi. 12-chi yig'gich yordamida 7-chi kompressorga kelib tushadi. 7-chi kompressordan esa 6-chi yig'gichga o'tib va yana bundan tozalangan gaz qo'shiladi. Oz miqdorda kamayganligi sababli va yana 4-chi issiqlik almashtirgichga, ya'ni jarayonga qaytariladi. E'tiboringiz uchun rahmat.